Assalomu alaykum qadrdonlarim. Mana ko'ylagimizni bichib oldik. Mana kaket orqa kaketi bor, oldi kaketi bor. Ko'ylagimizni bichib oldik mana to'g'ri qilib. Mana endi bitlarni terib, oldi kaketimizga ulaymiz. Mana. Mana orqa kaketimizni ulab olamiz deb birlashtirib olamiz. Yon chokini tikib olamiz. Mana qadrdonlarim, mana ko'ylakni bitkazdik. Mana yenglari, mana stoyka yoqa qildik. Etaklari. Mana siz ham harakat qilib ko'ring. Mana qo'lingizdan keladi. Bichish bilsangiz, tika olasiz shunaqa fasonlarni.